Tasavvur qiling. Duo degan narsa bo'lmasa, holimiz nima kechardi? Kimdan so'rardik? Shundoq bir dardlarimiz borki, hatto yaqinimiz zerikib ketadi. Yaqinimiz eshitgisi kelmaydi bu dardlarimizni. O'zi boshim balodan chiqmay ko'milyapman dardimga. Sen meni endi dasturxon qilib menga dardingni aytasan, bor yo'qol deymiz. Kerak bo'lsa eshitmaymiz. Kerak bo'lsa bolamiznikini eshitmaymiz. Akamiznikini eshitmaymiz. Bu dardlarni kim eshitadi? Allohdan boshqa qani? Bir boyvachcha tog'angizga boringda pul berib turing. Qancha? 500 ming. Yana ertasi kuni tog'a yana kerak bo'lib qoldi, kechaginiz yetmadi. Yana 3-marta bering. Berar ekan deb kelaverasanmi? Surbet, beting bormi sani deydi. Sandan boshqa dardim yo'qmi deydi. Har qandoq boyvachcha tog'amiz, amakimiz zerikadi so'rovimizdan. Alloh aytayaptiki, so'ravur. So'rasang mendan so'ragin deyapti. So'rasang mendan so'ra. Ulug'lar ham shunday aytadiki, Alloh so'rasang bir narsani, so'rasang Allohdan so'ra. Bersa ne'mat, bermasa hikmat. Bersa mukofoti, Xudoy taolo beribdi. Bermay qolsa uni bir tagida hikmati bor. Uni o'zidan boshqa hech kim bilmaymiz. Baribir u ham yaxshilikka. Illo bandadan so'rab ko'rma, so'rab qo'yma deyapti. Bersa minnat, bermasa illat. Har qandoqi minnat qilaradi ertaga. Shundan Allohdan so'raylar deyapti.